italyanskiy pomidorimizni razvisnoy kelgan. Bemalol Turkiyani o'zida ham borsanglar, maza qilib yeydigan dasturxonini siz tasavvur qila olmaydiganlar. Ko'rasizlar, bizda turetskiy xalapenimiz, mazasi shunaqa ham zo'r bo'ladi. Undan tashqari ko'rasizlar, turetskiyimizni 3 xil variantda olib kelganmiz. Undan tashqari katta assortimentda olivkalarning originali ham kelgan. Sizlar uchun bitta olivkalarni ko'rsatib o'taman. Mana buni ko'rasizlar, haqiqiy turetskiy izgaramiz, nomi izgara bo'ladi. Yiri doni bu mangalda pishgan bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Maza qilib ishtahani ochadigan zeleniy besko'sishga bo'ladi. Maza qilasizlar. Xo'p, undan tashqari buni nomi bibarli deyshadi. Turkiyada, bizda o'zimizda mana olivkani yashiligi ichida bolgarskiysi bor varianti. Qora besko'sishga olivkamiz, sifat rasa ham zo'r. Kelgan, undan keyin mana buni ko'rasizlar, yiri kelgan. Besko'sishga yashilimiz, ko'rasizlar, bular yangi hosil, hammasi bizda sveji yangi partiya bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Italyanskiy pomidorimizni razvisnoy kelgan. Bemalol kelib olib tanovul qilsanglar ham bo'ladi. Salatlarga, ovqatlarga ham eng zo'r variant. Mazasi ham sochli chiqadigan variantlarda. Undan tashqari turetskiy narsalarni katta assortimenti 5 ekanda bor. Kelsanglar sizlar uchun chiroyli narxlarda qilib beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.